mashinaga muhabbat ma'nosi aytmayapmiz. Ya'ni muhabbat qiling, qiziqing degan ma'noda emas. Mashina minsangiz ham qaysi rusumda bo'lsa chiroyli oling. Jiguli bo'ladi, Moskvich bo'ladi, Zaporoj bo'ladi, yattilab tursin-da. Misol uchun Makkaga boring, Madinaga boring, yer yuzining eng muqaddas joyi, butun mashinani topa olmaysiz-da. Yaqinda ziyoratga borgan vaqtimizda mehmonxonamiz yaqinida mashina qo'yilgan, parkovka qilingan joy bor ekan. Masjidning oldida. Namozga kirdik. Namozga chiqqandan keyin baribir biz o'zbekmiz, mashinaga qaraymiz-a. Namozga kelgan odamlar mashinasiga o'zim shaxsan o'zim qarayapman. Butun mashinani topa olmayapman. Mashinalarga qarab ketyapman. Hammasini kami bor-da. Bittasini farasi yo'q, bittasi unday, bittasi kir. Qarab ketyapman, bitta mashina turibdi. Shunaqa yartillagan mashina, balonlarga ham yaltiraganda, yangi mo'ka qilingan. Hamma joyi. Orqasida tonirovkasi ham bor-da. Qiziqyapman, buni egasi kim ekan dedim-da. Shuni oldiga o'sam, do'ppini kiyib o'tiribdi o'zbek.